Sevgi darxi. Hikoya. Abduri Tursun Kerim Qarchoq. Qadirjon sahardala o'rnidan turib, qig' silingan harvuni amda darvozaga ap chiqishiga ujmi tüyüdün qattiq urkib ketgan kiyik polisdek parridid qichib o'zini chetga olgan qizga qarab turibli qoldi. Qiz o'ymi yiqisiga, yanglariga, etaklariga o't qashda qizil kashtalangan qardek oppoq ko'nglik. Putiga oq to'play kiygan bo'lib, bo'g'siz qapqara uzun chechi yelkanlariga tashlanib turadi. Qizning ashu go'zal va to'limi yiqishliq turqi Qodirjonga xuddi ko'kdan tushgan parilardek ko'rinib ketdi. O'ziga tikilib qarab turgan uy egisini ko'rgan qiz qo'rqimsirab o'zini aqladi. Shu yerga tushib ketganlarni terib hech qisi yo'q. Yesangiz bo'laverdi. Yerga tushib ketgan emas, shoxda o'zib yang. Qodirjon aptapdek ichilib hayajon bilan so'zlaguncha qizning yeniga keldi va ujmi darxiga qarab dedi. Qo'li yetkidek yeradikilar tugabdi. Men shoqqa chiqib sizga o'zib berayman. Qodirjon o'ziga tartinibgina tatliq kulib qarab turgan qizning javobini kutmayli shaqqa yamashdi. Mayli, avaylang a. Shaxtiki may bo'lib pishgan qari yoqutdek dalliq ujmilar kishining eg'iziga seriq suv keltiradi. Qizning o'z alqonlariga to'ldirib elib bergan ujmini yegash yana shaxtdan ko'zni uzmay havas bilan qarab ketishlari uning to'limi umoq ham qiziq tuyulib ketdi. Qardek oppoq ko'nglik kiygan bu qiz o'zining siliq ham yenik harakatlari bilan Qodirjonga baayni larzon uchib yurgan bir parcha bulutni eslatdi. O'z qo'lingiz bilan o'zib yegingiz bor o'xshaydi. Qodirjon oldidagi axloladek echilib turgan qizning ko'nglidagi bilish maqsadida shundoq dedi. Chiqolmayman-da lekin. Men amalni qilaman. Qodirjon ildam berib, qo'shqanotliq darvozani uliq echivitib, qig' besilgan atarvini ho'lidan yetilab chiqdi. Ondan ujmining oldiga buliq shayxining udulig'i to'g'rilab to'xtatdi-da, keyniga qaytib darvozani pam bilan asta yepib qo'ydi. Qiz atarvisiga qarab kuldi. Ustiga qandoq chiqishni bilolmay, harvining yenda bir pas tang'irqab qoldi. Qodirjonmi qizning yeniga keldi, lekin qizdan ayminib, berikidan tutib, harviga yo'lab chiqishdan yaltaydi. Akilama qo'lingizni. Qiz Qodirjonga yuzlanib, qo'lini uningga sundi. Qardek oq, mamuqdek yumshoq, piltidek siliq qo'l. Keng alqan, yirik tom barmoqlar orasiga cho'kkanda Qodirjonning vujudi larzaga keldi. Tasvirligisiz bir sizim alqanlardan o't elib yiqilgan piltidek paraslagancha yurkiga tutishib, yuzi yolqin urilgandek go'ppida qizarib ketdi. Qo'limni qo'yib etmangchi-mu, yiqilib tushiman. Etingiz menib ketmasa? Qiz amburda qo'l, masmud qo'ziqdek belakning himoyasida ko'pishib ching'idi bo'lib, parqirab ketgan ujmilardan rosa yedi. Ansirmaga, etim bek aqlliq. Yana uning cho'lurmi qo'limda? Nega baratdingiz? So'radi qiz harvidan avaylab tushib etib. Harvidagi bu qig'ni etizliq ichqimi? Yiroqmi? Yiroq emas. Atarvida birdamdil bormiz. Bizning etizliq bek chiroyli. Bug'doylar bosh tortib bo'ldi. Qo'noqlarmi tizimiga kelay dedi. Siz bilan chiqib etizliqni ko'rib keray. Ma'qul. Ikkalisi harviga chiqmay yondashib mangdi. Qodirjon atning yo'rg'isini cho'lditib, tartib tizginlab turdi. Lekin at to'lib shqurtib, to'yqini yerga urib, beshini silkib, qashqisining o'rniga esib qo'ygan oltin rangli qo'ng'iroqni jaranglatib jimmamadi. Qodirjon buningdan to'limi xush bo'ldi. Chunki bu ovozdan mahaldagilar uyg'onib darvoza oldiga chiqsa, ularni muhimi uning parilardek chiroyli, axloladek yumran bir qiz bilan birga ketayotganini ko'rdi. Havas bilan qarishidi. Mastga kelib og'zi echilib qoldi. Keyin uni o'rib olishib, "U qiz kim? Nimang bo'ladi?" deb so'rashdi. Piyoda mang'animizmi bek yaxshi bo'ldi deb o'yladi Qodirjon. Bundaq o'ylaganda uning bilan o'zqaraq billa mang'alayman deydi u. Qiyishqandek mahlidan hech kim eshik oldiga chiqmadi. Yo'ldimi biroz ularga uchirmadi. Xuddi hammasi g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgandek.
Ular etiz beshiga keldi. Qadirjon qo'noqlikni, atrofdagi bug'doylikni ko'rsatib tushundirdi. Uning kayfi chaq, ro'yi ko'tarangu edi. Qadirjon qag'ni harudan tushirgicha qiz Qadirjonning qo'noqligining ichiga kirib, arlab chiqdi. "Men qaytay, opam chaqiryotidi", dedi qiz Qadirjonga kaskin qilibla. "Birga ketaylik, ezib qolsiz." Qadirjonning qizga talmirgan chiroyidan ma'yuslik to'kildi. "Yana kelaman. Men ujmiga bak amroq, sizlarning eshik oldidagi ujmining ta'mi bak esilgan." Qiz Qadirjonga kulimsirguncha uning yenidan asta ayrildi. Qadirjon qizning jehriga talmirguncha qaytibla qoldi. Qizning yana qachon keladiganligini, ismini, nada turadiganligini so'rashga fursat bo'lmadi. Uning bu natonish qizga qanchalik qarab turgani esida yo'q. Faqat ko'z oldida parqirab turgan kuchli bir nurdan hech nimani ilg'i qilolmayotganligi bilan tasda asliga keldi. U qon rangiga kirgan ufuqdan ko'tarilayotgan quyoshga tikilib qarab qolgan edi. Shu kun tong sahardan boshlab oq ko'ngilli qiz Qadirjonning hujudiga bosib kirdi. Uning yiqishliq turqi, mamuqdek yumshoq, tildidek siliq qo'lini Qadirjonga yiqmay xotirjam holda sungan chog'dagi tatliq tabassumi, yiqimliq so'zlari, tatliq uni azodi kayfiyatga qig' to'shayotgan dehqon yigitga hamroh bo'lib, etizgacha birga chiqishi Qadirjonga olamcha xushallik beg'ishlab, uni kuchli hayajonga solmoqda edi. Qadirjon bu untuluqsiz uchrashishning manbasini ishga oldidagi ashu bir ujma darxi bilan bog'lab tushundi. Ujma darxi may bog'lab pishgan ujmalar. Qadirjonning oq ko'ngilli qiz bilan qayta didorlash umidini amalga oshirib, uning kuchli intizorligini qondiroladigan qimmatli daraxtga aylandi. Bu oq ko'ngilli qizga qanchalik kirishib qolgan bo'lsa, ishga oldidagi ujma darxiga shunchalik bog'lanib qoldi. Hatto ujma daraxtining to'kilgan har bir tal yupurmoqini shunchalik e'tiborlab, uloqlarning yavetishlariga, odamlarning oyoq ostida dastlab ketishlariga chidamay, uni yig'ib cho'ng bir mishkobga erinmay qachalab qo'ydi. Ilgari ujma daraxiga qo'nib, mevalardan yeb cho'ngdab sayrishib ketadigan qarag'uchilarga masga kelib talmirib qaragan bo'lsa, amdilikda may bog'lab chiqqan ujmalarni qarag'uchilardan qizg'anadigan bo'lib qoldi. U oq ko'ngilli qizni har kuni taqozolik bilan kutatdi. Har kuni shundoq sahar turatdi. Qo'shqanotliq darvozani jarohatib echib, Parizodni tunji qitimqidek cho'chitib o'tmaslik uchun avval darvozaning yo'chiqlaridan eshik oldini, ujma darxa atrofini to'limi ehtiyot bilan kuzatdi. Hech qanday shapini sezmagandan keyin ondan eshik oldiga chiqib, qizni untinsiz saqlaydi, yo'llariga talmiratdi. Ujma darxining tuvini kunda degidek suv sepib, pak-pak suparatdi. O shaxta jo'lalinib turgan ujmalarning oq ko'ynakli qiz qayta kelib deyigicha to'kilmay sho'ppeta turishni tilaydi. U ujma darx bilan sirdashatdi. Ko'nglidagi gaplarni, qalbidagi pinhon sirlarni qoldirmay aytib beradi. U ujma darxining tal-tal qo'riqlar, tomordak inchki siziqlarga to'lgan mazmut qo'lini silab turib, "Sening yiltizing nima degan cho'nqur ha? O'zing to'limi sexi? Mevang intayin tatliq" deb hayajon bilan uni maqtab ketadi. Uningga qarab uzoqdan uzoq o'ltirib ketadi. Hashpashdagich kuz keldi. Sahar oqshimi mo'rini qo'rib, gechgani yepishga majburlagandek sovuq bo'lishga boshladi. Ujma darxining oltin rangga kirgan chiroyli yopirmoqlarining daraxtning zich qo'llariga berga oralli qolgan boshqa yopirmoqlarga so'qilib, larzon laylab yurgan yer yuziga qo'nigandagi holati Qodirjonning nazaridagi oq ko'ngilli qizning shu kun sahardagi harakatlariga o'xshaydi. U pax-pax supurilgan yerdagi sapsayriq yopirmoqni avaylab qo'lga oladi. Avval siliq o'ng yuziga, ondan o'zining bilak va baqalchoqlaridagi bo'rtib chiqqan ko'k tomordek ritmliq, shaxsiman, fom siziqchilarga to'lgan orqa tarbiga sinchilab qarg'ancha xiyolga cho'katdi. Yopirmoqlarning to'xtamasdan to'kilib ketayotganligidan ko'ngli g'ash bo'ladi. Ko'zlarga ixtiyorsiz yosh keladi.
Qadirjonning qo'noqlari ajoyib o'xshidi. Kuzgi yig'imda hammasi hayron qoldi. Lekin u bu mo'l usulni shu kuni sahardagi xosiyatli uchrashishning mahsuli deb qarag'ashqa oq ko'ngilli qizg'i bo'lgan seg'inishlari, intizorligi texmi avjiga chiqdi. Meyvelari allaqachon to'kilgan, eng oxirgi bir necha tal yupurmoq bilan qolgan ujma darxini quchoqlaganicha yig'lab tashladi. Kelar yili jiq qilib meva bergin. Sendan xo'sh bo'lib ketay. Mevalaring oldirab to'kilib ketmasin. Bilsa, o qiz ujma yegil keldi. Men o qizga oshiq bo'lib qoldim. To'yib qoldim. Umi menga oshiq. Uningsiz yashamayman. Faqat sen menga yordam qila olaysan. Ormonlarimga faqat sen yetkiza olaysan. Ujma darxi xuddi mehribon ona farzandini bag'riga besib, boshlarini, dumbillarini silab erkalatgandek eng oxirgi bir necha tal yupurmoqini barakdan uzib Qadirjonning ustiga tashladi. Ana shu oltindek sapsariq yupurmoqlar to'lima haroratlik olqandek Qadirjonni mehri bilan papilmoqda edi. Bahor kelib dal-daraxtlar, meva ko'chatlari suzilishga, shoxlari ko'pishga, g'o'llari bixlanishga, potli chiqarishga boshladi. Qadirjonning eshigi oldidagi ujma darximi xilali bixlanib qoldi. Uning yumran, churik, mayliq yupurmoqlari ko'zga alayda tashlanib turadi. Hava isib qoldi. Yuqorining to'liqlama berib o'rinlashtirishi bilan mushi yezdagi barliq o'ltiraq oilalarning cho'ng darvosining o'rnini tangshab o'xshash qilib yosash. Quruq teminimi birlikka keltirish qurilishi alayda dog'dug'i bilan boshlandi. Mahalliga qumshi xil pishiq kesaklar döv-döv qilib to'kildi. Darvozalar qo'mirildi. Tangshashga putlashgan dal-daraxtlar kesib etildi. Eriqlarning ba'zi yerlariga so'ngich qo'yilib tindirib etirildi. Bu tangshash birlikka keltirish qurilishiga hamma birdek moslashishi kerak bo'lib, har qanday odamning qarshi fikrda bo'lishiga, qurilishning suratiga to'salg'u bo'lib, putlishiga yo'l qo'yilmaydi. Boshqalarning eshik oldidagi qurilish ahvolidan hammani sezgan Qadirjon o'zini yo'qotib qo'ydi. Ota-onasiga yelinib yolvordi. Lekin ularmi amalsiz edi. Qurilish navbati Qadirjonlarning ishga oldiga kelganda ahvol boshqacha bo'ldi. Qadirjon o'zini uzun tani bilan ujma darxiga qo'shib chambarchas bog'lab etdi. Ujma darxini kesmanglar. Agar kessanglar meni qo'shib parchalatinglar. Uning asabiylarcha vaqirib, to'xtamay jar selib atrofidagilar bilan qarshilashishi butun yezliklarni hayron qoldirdi. Buzib chiqilayotgani terilg'u yer, qo'ra joy emas, bir tip ujma darxi uchun shunchalik badal to'lab qiynayotgan o'g'ilning ota-onasi uningdan qattiq ansirab yoqasini tutib qoldi. Qadirjonning bu qilmishi har qanday bir normal odamning qabul qilish darajasidan halqib ketgachga hammasi uni sarang bo'lib qopdi. Ujma darxida ayol jin borkan, shu jin Qadirjonga chaplashyapti degan yakunni chiqarishdi. Qurilishga to'sqinlik qilayotgan Qadirjonning voqeasi birdamdala yezi rahbarlari, atrot amalni qo'g'dash punkti va munosabatlik o'rinlarga xabar qilindi. Bahslik bir necha yigit kelib, Qadirjon o'zi bilan ujma darxini qo'shib bog'layotgan tonni sharitida kesib etib, uning putqulni yerga tekkizmay ota-onasining oldiga akilib besib turdi. Qadirjon qattiq yulqinatdi. Kiyim-kechak, yuz ko'zlari to'pig'i milinib ketdi. Vaqirganda, asirganda tumshiqi atrofidagi to'pilar har tarafga purqiraydi. Bu ahvol Qadirjonning ota-onasining bag'rini ezib etdi. Ular "Voy bolam, nim bo'lgansa?" deb urg'uncha bolaning atrofida parvona bo'ladi. Ujma darxi darvozaga putlashmaydi ekan. Balani qiynig'icha kesmasanglar bo'pti-ekan, dedi ona bolasiga chidamay. Ujma darxi darvoza qurilishiga putlashmagan bilan yangi darvoza oson ko'zga cheliqmay qoldi. Kesanglar deb keskin buyruq tushirdi, dedi kelganlardan beri.